Trekkerda puliga shu mashinani olgan bo'larmidingiz, yo'qmi? Qarshilarda CVM, ya'ni Shinnerai G01 avtomobili. Bunga biz Euro 4+ propan gaz balon uskunalarini o'rnatib berdik. O'rnatilgan uskunalarga to'xtaladigan bo'lsak, Rail kompaniyasining IG7 eng mashhur va yuqori tezlikda ishlovchi farsimkasi hid chiqazmasligi uchun har bitta shtutsiga vakuum shlanglari qo'yilgan. XP original reduktorimiz, termotrubkamiz boshdan oxirigacha ketgan. Boshqaruv blogimiz injektor 48 ga 4 bo'lgan. Bu boshqaruv blok qo'yilishining asosiy sababi motorimiz GDI tizimida ishlaydi. 122 ta ot kuchiga ega. Salon perkutchatel joylashuvini ham ko'rishingiz mumkin. Mana bu qismiga o'rnatib berganmiz. Mijozimizning xohish va istaklariga ko'ra yana qayerdadir xohlasalar mijozlarimiz kelgan holatda biz o'rnatib beraveramiz. 63 litrli balon joylashtirib berilgan. Bemalol o'zini podstavkasini qo'ygan holatida ham ko'tarib qolmaydi va aynan shu yerda o'zida biz texpasportingizni o'zgartirmagan holatda gaz balon uskunalari o'rnatilganligi haqidagi ma'lumotni bazaga ham kirgizib beramiz. Eng muhimi, siz mana shunaqa naborni istalgan avtomobilga 3 oydan 12 oygacha bo'lib to'lash asosida ham o'rnatishingiz mumkin. Ushbu xizmatlarni sizga Amerika servis taqdim etadi. Pastdagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Manzilimiz Navoiy shahri, Sadr Dayniy ko'chasi, Mo'ljal Nurbuloq bozorini yonginasida joylashgan. Bu videoni Shinnerai avtomobili bor tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Xo'p, mana mashinamiz tablosini ko'rishinglar mumkin. Gazda turgan holatda hech qanaqa detonatsiyasi yo'q. Oborotlari ham o'ynamaydi. Mashinamizda o'zi 3 xil rejimda yurar ekan. Eco, Normal, Sport. Endi hozir biz normal rejimda qo'zg'alamiz. Qani ketdik. Qo'zg'alishimizda hech qanaqa muammo yo'q. Ko'rgan bo'lsanglar, smeda qo'zg'alyapti, yo'talib va yuqori tezlikda. Asosan GDI tizimlarida ishlaydigan dvigatellarda 70 dan 80 ga o'tar paytida bitta siltalab oladi, lekin bunda bunaqa holat kuzatilgani yo'q. Mana hozir yana bosamiz. Mashina tezligi o'sha 100 dan oshdi. Aborot 4100 dan oshdi. Hatto 4300 ham bo'ldi. 130, lekin hech qanaqa keskin tormoz berdilar, o'sha uchun qo'rqdim. Xullas kalom, yurishlarda hech qanaqa muammo yo'q, xudo xolisa 2 yil rasmiy kafolat beramiz. Xizmatlar bo'yicha pastdagi nomerlarga telefon qilaverasizlar.